Siz meni videolarimni edit qilasiz? Qayerdansiz? Xorazmdan. Xorazmdan. Katta raqamingizni ayting. Nega? Ayting. Ayting, ishi bor. Ayting. Hozir. Tezlashing. ellik besh 55 55 o'ttiz olti 36 50 64 69 64 69 79 28. 79 28. Qaysi bank? Mikrokredit bank. Mikrokredit bank. Humo. Kim chiqadi? Egamberdiyeva Mardon. Tushdi deysiz, qanchaligini aytmaysiz, xo'pmi? Xo'p, rahmat. Qanchaligini aytmaysiz, sir bo'lib qolsin. Sarvar degan bola bormi? Sarvar 75 Sarvar. Sarvar 70 bormi? VPN'im yonib turgan payt Sarvar ko'rsatmas ekan. 70 Tushunmadim. VPN'im yonib turgan payt ko'rsatmas ekan. Hozir men tushsa sizga tushdi deyman, chiqib qarab keyin menga aytasiz, xo'pmi? Tushaymi? Yo'q, tushmay turing. Yozilmang. Mehnat qilib, shu insonlar videolarni montaj qilib, batlarga reaksiya berib, mana shu donat akalarimiz, donat opalarimizni padarka urgan videolarni montaj qilib, shuncha podpisчик to'plab xizmat qilyaptimi? Biz ham beinsonlarga xizmat qilamiz. Kuchli 5lik. Podpisчикka 50 mingtadan baland bo'lgan insonlarga tashlab beraman. Podpisчикka, editorlar 50 mingdan podpisчикka baland bo'lgan insonlarga chiroyligina men hadiya bu, padarka, ro'zadan padarka inshaalloh. Hozir tushadi. Agar tushdi deng cheki bilan tez. Tez. Mana shu akalarimizning nomidan. Ro'za kunida mana shu akalarimizning nomidan. Bu insonlar, Alloh rozi bu bo'lsin. insonlarning hammasi vaqtini ketkizib, umrini ketkizib, bizning efirlarimizni tomosha qilgan sizlardek xalqimiz. Bu insonlarning hammasini mukofotlayman bugun. Tushdi. Hozir ko'rib kelaman unda. Ko'rib qarang. Shunday chiqing, VPN bitta o'chirib, shunday qarab, yoqib qayta kelavering. Tushib ketmaysiz. Bunday qiling, tushib ketmaysiz. Kimda videolarini maza qilib tomosha qilsanglar, yasagan videolarni pastda kommentariyada yozinglar. Kuchli 5 talik. 2 minut. Ovoz bor yoki. Tuma qanchalik aytib qo'ymang. Aziga Sarvar 75 ta bu yoqqa ko'taring. Hoppa. Hop, tezlashing. Tezlashing. Ikkinchisiga mos tashlayman birdan. Katta o'tiring. Qani Sarvar 75. Sarvar 70-75. Sarvar 70-75. Bu prosta nima desam, motivatsiya bu insonlarga. Mana bu do'stim ikkinchi ishtirokchi. Chiqing. Chiqing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom jigar. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Sog'ligingiz zo'rmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizmi? Qarang, noto'g'ri tushunmaysiz. Aha. Hech qaysi videochi, hech qaysi TikToker menimcha yer sharida video montaj qilayotgan editorlarga mukofot bermagan. Men mukofot bermoqchiman. Siz ikkinchi ishtirokchimisiz. Katta raqamingizni ayting. Ayting. Qaysi davlatda bo'lsangiz ham farqi yo'q. Rossiyami, qizig'i yo'q. Ayting. Yo'q, hijolat qilyapsan. Yo'q, hijolat bo'lish kerak emas. Yo'q, Yo'q. mukofot. Bu prosta rag'batlantirish. Noto'g'ri tushunmang. Xohlasangiz tashlangan summani bironta bir qiynalganga ehson qilaverasiz. Mana shu editorlarimga bugun bir ataganim bor edi, batilda boshida aytdim. 5 kishiga xudo xolasa chiroyli bir. Bu mukofot bu. Yo'q, noto'g'ri tushunish yo'q bo'lmasin. Hech kim noto'g'ri tushunmasin. Ayting. Jigar, kerak emas, rahmat. Zigarim, bilaman, addushi chin yurakdan montaj qilasizlar. Batilni ko'rib kayf qilasizlar, uni tushunaman. Bu prosta rag'batlantirish. Kelishdik. Ayting, katta raqamingizni men chiroyligina bir mukofot bu, tushuning, noto'g'ri tushuning. Mukofot bu. Mukofot, prosta ayting, unday qilmang. Hijolat bo'lmang. Prosta mukofot bu. Ayting. Xo'p, mayli. Men xohladim. Butun mana shu TikTok platformasida mana degan streamerlar bor. Bir kuniga 2 million moneta oladi. 3 million moneta oladi, lekin bironta bir editorga 100 so'm pul bermaydi, 100 so'mlik moneta olmaydi. Men sizlarni prosta tak mukofotlashni xohladim. Meni videolarimni yasab qo'yayotgan, meni videolarim orqali katta podpisчик to'plaganlar har oyda har bitta 5 kishiga eng zo'r ijod qilganga mukofotini men olib ketaveradi.
Bitta sizlar emas. Bu boshlanish. Ayting. Rahmat jigar. Ayting jigar. 22:02 22:02 20:81 20:81 16:29 16:29 80:93 hozir 80:93 nima chiqadi? Araboyev Jasurbek. Araboyev Jasurbek. Qaysi bank? Sberbank. Tushdi deysiz. Siz qayerdan o'zi? Farg'ona, Qo'qon. Farg'onadan. Joningiz omon bo'lsin. Qo'qon borganman. Qo'qonda sevgilim bor meni. Chin yurakdan sevaman bir qizni Qo'qonlik. O'zbekistonga qaytsam shu qo'qonlik qizga uylanaman. Zamiralarga uylanmayman baribir. Adish. Qo'qon uylanaman. To'g'ri tanlov. Tushdi deb aytaverasiz. Shipillating. Vaqt yo'q. 5 kishi turib bag'alashingizga kompyuterda ishlang to'g'ri. Hozir. Uchinchi ishtirokchi Tushdi jigar. gangster. Rost. Seni yaxshi ko'raman. Tushdimi? Ha, tushdi. Kam emasmi? Ya jigar. Joning sog' bo'l. Asal. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Sarvar aka, Sarvar 70-75. Sarvar 70-75. Fen editor degan videolarni montaj qilayotgan, donator tog'alarni urgan podarkalarini kino deb montaj qilayotgan bir do'stim bor. Men o'sha bolani fanatiman. O'sha bolani ham chaqiringlar, iltimos. O'sha Fen editor degan do'stimni ham bir chaqiringlar. Do'stimni bir chaqiringlar, iltimos. Qani Fen editor. Davraga chiqsin. Moderatorlar ko'rmay qolayotgan bo'lsam ko'taringlar. Sarvarmi? Ko'taringlar. Ko'tarib yuboringlar. Mana shu montaj qilayotgan men aytgan insonlar ko'taringlar. 2 kishi bo'ldi. Sonic ham chiqsinmi? Sonic hammi? Kelsin Sonic ham, chaqiringlar. Sonic ham kelsin, ko'taringlar. Qani endi Sarvarda qanday topsak bo'ladi? Sarvar jigarim qanday topsak bo'ladi? Bu insonni ham videolarini ko'rib kayf qilaman. Millionlab muxlislari bor bu insonda ham. Profillarida bizning videolarimiz millionlab prosmotrlar yiqqan. Bu inson ham ijod qilgan, mehnat qilgan, biz mehnatini mukofotlamoqchimiz. Noto'g'ri xayolga bormanglar. Prosta olyapmiz, xalqqa chiroyligini beryapmiz qo'ldan kelgancha. Ko'taringlar, yo'q-ku. U mana. Fen editor. Buni kim ko'tardi? Mana ne? Pastga tushaysan, seni onang nom bom, senga gaz solmisan, kas soymisan, yebban. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingiz zo'rmisiz? Charchamaysiz, ro'zalar bilan. Qiynalmasiz. Rahmat xudo. Oila, ro'zg'or, hammasi tinchmi, chokkimi? Alhamdulillah hammasi zo'r. Charchamayapsizmi? Nastrinalar qalay? Addushingiz Noto'g'ri tushunish bo'lmasin. Ijod qilyapsizlar, video montaj qilyapsizlar. Sizlar ham qanaqadir o'zlaringni ham vaqtlaring ham rasxodlaringni qilyapsizlar. TikTok platforma tarixida hech qaysi videochi mana shunday montajyor bolalarni rag'batlantirmagan ekan. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Prosta tak rag'batlantirmoqchiman. Karta raqamingizni ayting. Aha, rahmat Alloh rozi. Hozir. Ayting jigar. Ayting. Hozir. Ayting. 56 14 56 14 68 30 68 30 08 89 08 89 06 67. 06 67. Kim chiqadi? Nabijonov Abdulloh chiqadi. Ikki hissa oting. Qaysi bank? Uzcard Humat Asaka bank. Humoy. Tushdi deysiz, xo'pmi? Hijolat bo'lib, narsa bo'lmaydi. Davom etinglar. Ijodlaringga omad. O'zim ko'rib maza qilaman, to'g'risini aytaman. O'zim battle tugagandan keyin ertalabgacha sizlar qo'ygan videolar tomosha qilib chiqaman. Prosta tak, молодец, respekt. Jonlaring sog' bo'lsin. Tan beraman. Nomer 1 editorsizlar sizlar. Nomer 1, nomer 1. Hurmat uchun rahmat. Rahmat. Tushdi deyaverasiz faqat. Bo'ldi. Xo'p. Jonlaring sog' bo'lsin. Siz Andijondan? Andijonliman aka. Молодец.
Молодец. Ayibxon. Bo'ldi, Ayibxon deb Kelganda chiqamiz. Anjanga ham kelinglar, faqat Namangan Farg'onaga borolmasdan. Inshaalloh borsak. Jigarim qarab oling bitta. Tushsa aytasiz. Bo'ldi aka, tushdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Tutdimi? Вообще kutmadim. Rahmat. Hech kimga aytmang. Rahmat. Hamma editor kutmadi, hech kimga aytmang, davay. Rahmat. Bugun bir yigitlarga savob qilay. Qani Ayibxon? Qani Ayibxon? Qani Ayibxon? Qani? Bratishkalarni bugun opalarni, akalarni bitta rag'batlantiray. Mas bratni ham. Mas bratni ham. Kim bo'lsa gaplashmaganman. Birinchi marta shu yigitni ham men videolarini ko'rib maza qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'ligingiz yaxshimi? Ro'zalar bilan charchamasdan. Uydagilar uchlar hammasi yaxshimi? Qayerdansiz? Xorazmdan. Xorazmdan. Молодец. Videolaringizni ko'raman, men sizni fanatizmman. Prosta rag'batlantirmoqchiman. Katta raqamingizni ayting. Ketdi. Hozir 1 minut. Ayting. Ayting. Tog'alar xalqda shu insonlar ko'nglidan joy olib, mana shu videolarni o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Profillarda millionlab prosmotrlar yiqqan. Bu insonlarni men hurmat qilaman. Bu insonlarni men rag'batlantiraman. Bu boshlanishi. Bu boshlanishi. Kim mana shunday videolar yasab, katta prosmotrlar to'plab, katta podpischikalar yig'sa, har oyda 5 kishi. 5 kishiga chiroyligina o'zim rag'batini beraman. Sarvar akani ko'tarolmadik, Sarvar akan. Sarvar aka kerak edi bizga. Sarvar aka kerak edi bizga. U Sarvar akani efirda o'tirgan payt rag'batlantirib qo'yaveraman. Sarvar akani efirda ham rag'batlantirib qo'yaveraman. Jigarim, katta raqam. Mana 1 minut. Ayting. Ayting. 98 60 98 60 12 01 12 01 79 89 79 89 06 17. 06 17. Kimni chiqadi? Jamshid Olimboyev. Hoppa. Tushsa deysiz. Tushsa deysiz, tamam. Hop. Hop. Ro'za kunidan men Danat akalarim, Danat opalarimni anosi paddeshkasidan chiroyli, kichkina summa otilmayapti. Chiroyli summa otilyapti. Kam kuchtiga ishlatadi. Kam kuchtiga ishlatadi hammasi. Xorazmga ham keling aka bir qayna. Inshaalloh Xorazmda yaxshi ko'raman. Xorazmda juda ham yaxshi ko'raman. Efirlarda ham ko'p gapiraman Xorazmda. Qora Marvarid akam bor. Inshaalloh borsam, Qora Marvarid uyiga boraman. Nasib bo'lsa Xorazm tomonlarga. Tushdi. Nasib bo'lsa. Tushdimi? Ha, rahmat kattadan. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, Salom ayting tanishlar. Davay. Xo'p. Keyingi ishtirokchimiz Ayibxon. Voy mana Sarvarjon keldi. Voy, adashibman. Sarvarjonni ko'tarib olinglar, Sarvarjonni. Bratan, siz hali sal mehnat qilishingiz kerak. Siz sal yana mehnat qilishingiz kerak. Juda ham katta auditoriyaga ega bo'lganlar ko'taryapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Radnoy nimaga? Yaxshi, rahmat, o'zingiz zo'rmi? Qalaysiz? Tan joningiz sog'mi? Charchamayapsizmi? Uydagilar tinchmi? Yaxshi, rahmat, o'zingiz ham zo'rmi? Bular Xudoga shukr. Edit qilayotgan akalarni, opalarni profili baland bo'lib, prosmotrlari baland bo'lganligidan ichidan 5 kishini chiroyli mukofotlamoqchiman. Noto'g'ri tushunish bo'lmasin. Bu kamsiz sifatida emas, bu rag'batlantirish, bu qanaqadir bir hurmat qilganim uchun sizlarni yordam beryapman. Bir chiroyli ro'za kunlarida akalarimiz nomidan, mana shu tog'alarimiz nomidan, xalqimiz nomidan rag'batlantirmoqchiman. Iloji bo'lsa katta raqamingizni aytsangiz. Rahmat e'tibor uchun. Hozir 1 minut. 22:00 70:13 Hozir 22:00 70:13 27:04 27:04 41:83 41:83 Kimdir chiqadi? Fayziyev Suhrob chiqadi. Qaysi bank? Tinkob.
Xo'p. Tushdi deysiz, xo'p. Ya bo'ldi. Nasrinalar qanday? Zo'r. Zamirani tinch qo'ymadinglar. Muxlislar. Zamirani tinch qo'y. Akalar, O'zB profilida yurayotgan eng podpischiki katta, meni nomimdan ijod yuritayotgan yigitga zakotimni kecha berib bo'lgan edim. Mukofotini kecha berib bo'lgan edim. Bir primiya ochgan payt kirib ko'rsanglarda, so'rasanglar, asta aytadi. U bratchikaga kecha yordam qilgan edim. Hozir mana 5 kishi dedim, 5 kishiga bo'lyapti. Mana siz 5-ishtirokchi, to'g'rimi? Da. Rahmat e'tibor uchun. Qarang. Ma hozir olimga yo'q, akamdan anosiga nomiga anaqa qilingan. O'zimniki Ular tushdi. Rahmat e'tibor uchun rahmat. Ijodda davom etinglar, gazini bosinglar. Har oyda 5 kishini, endi 10 kishi deyolmayman, 5 kishini o'zimning nomimdan shaxsan chiroyli mukofotini olib, kamkushlarga ishlatadi. Rozi bo'lib beryapman. Sizlar rozimi? Sog' bo'ling, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, Sarvar aka. Davay, salomat bo'ling. Xo'p. Sog' bo'ling. Akalar, qanday zo'r ish bo'ldi? Hamma rozimi? Tog'alar rozimi? Xalq rozimi? Bu insonlar mehnat qilyapti, bu insonlar ijod qilyapti. Bu insonlarda shunday bir fikrga keldim. Kim meni videolarimni montaj qilib, xohlasin prikolni, xohlasin donat, xohlasin chiroyli gaplar, xohlasin qanaqadir azartivniy battle, katta podpischik to'plasin, katta auditoriya yig'sin, ijod qilsin, mehnat qilsin, biza rag'batini beraveramiz. Biza rag'batlantiraveramiz. Mana bu ro'za oyida 5 ta chiroyli editorda O'zB bilan 6 ta chiroyli editorda rag'batlantirdik. Keyin siz ham yana chiroyli ijod qilsangiz, Xudo xolasa sizga ham chiroyligina rag'batlantirish bo'ladi. Обязательно. Chunki sizda videolaringizni men ko'rayotgan darajagacha yetib keling. Siz ham brend bo'ling, siz ham chiroyligina faoliyat yuriting, chotki prosmotrni to'plang, mendan mukofotini olaverasiz.